Buxoro va Kogon yo'nalishidagi avtomobil yo'lining ta'mirlanishi va kengaytirilishi shu yo'ldan foydalanuvchi ko'plab insonlarning quvonchiga sabab bo'lgani shubhasiz. Ammo ushbu yo'l ta'mirlanishi munosabati bilan yo'l ustidagi va chetidagi ko'p yillik daraxtlarning qo'parilishi esa haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bu tabiatimiz gazalar va bu daraxtlar qayerga ketdi va bundan keyin taqdiri nima kechadi? Men to'g'ri endi yo'l qurilishi uchun balki bu tabiiy holdir. Men har holda bunga qarshiman. Daraxtni ekish mumkin, ko'paytirish mumkin. To'g'ri. Nima bunga vaqt kerak? Kerak. Lekin keng yo'l bo'lsa, keng ko'cha bo'lsa, yaxshi deb o'ylayman. Xo'sh, mazkur magistral yo'l qurilishi loyihasida umumiy qancha daraxtlar sug'uriladi? Ularning keyingi taqdiri nima bo'ladi? Buxoro viloyati ekologiya boshqarmasi mas'ul xodimi bunga quyidagicha izoh berdi. G'uzor-Buxoro-Nukus-Beyna avtomobil yo'lining 78 kilometr yo'limiz atrofidagi 20 mingga yaqin daraxt va butalar sanoqdan o'tkazilib chiqilib, ularni kuz va bahor mavsumlarida ko'chirish ishlari olib borildi. Masalan, shu Kogon shahar va Buxoro shahar hududidagi 1800 dan ortiq daraxtlar Boqiy Buxoro majmuasiga yoki o'sha qatnov qismining boshqa joyiga ko'chirish ishlari olib borilmoqda. Mutasaddi so'zlariga ishonch hosil qilish maqsadida daraxtlar ko'chirib o'tkazilayotgan manzillardan biri Buxoro shahridagi Ko'hna va Boqiy Buxoro majmuasi maydoniga keldik va ko'rib guvohi bo'layotganimizdek, bu yerga daraxtlar ko'chirib o'tkazilgan va sug'orilgan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Ushbu daraxtlarning yashab ketish imkoniyati qay darajada? O'rmon xo'jaligi tomonidan, mutaxassislarimiz tomonidan har bir tub daraxt avaylab olib kelib ekilyapti. Mana ko'rib turganingizdek, uni agrotexnik qoidalariga rioya qilgan holda ko'chirish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari shu o'rmon xo'jaligi ushbu ko'chirilgan daraxtlarni 3 yil davomida parvarishlash va ularning agrotexnik xizmatlarini ko'rsatishni bo'yicha kafolat xatlari olingan. Agar bu daraxtlar qurib qolsa yoki boshqa bir sabablarga shikastlansa, qonunlarda belgilangan tartibda jazo muqarrarligi haqida tushuntirilgan. Ayni bahorgi mavsumda belgilangan daraxtlarning 1100 tupi Buxoro viloyatining shahar tumanlaridagi bog'larga ko'chirib o'tkazilgan. Qolgan qismi esa kuzgi mavsumda amalga oshiriladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.